Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan Agrofakt kanali. Bugun issiqxonasi borlar uchun eng muhim 5 ta maslahatni aytamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Birinchi maslahat: issiqxonani to'g'ri shamollatish. Ko'pchilik dehqonlar issiqxonani faqat isitishga e'tibor beradi, lekin shamollatish juda muhim. Havoning aylanishi o'simliklarni kasalliklardan himoya qiladi. Harorat va namlik balansi saqlashda shamollatish asosiy vosita. Ikkinchi maslahat: suvni me'yorida bering. Ko'p suv quyish bu yaxshi degani emas. Ortiqcha namlik ildizni chiritadi. Tomchilatib sug'orish tizimi eng yaxshi variant. Suv bilan birga oziq moddalar ham yetkaziladi. Uchinchi maslahat: tuproqni har yili yangilang. Har yili o'sha tuproqni ishlataverish xatodir. Unda kasallik va zararkuranlar yig'ilib qoladi. Har mavsum oldidan tuproqni almashtirish yoki dezinfeksiya qilish zarur. To'rtinchi maslahat: issiqxonangizda nur yetarli bo'lsin. Ayrim issiqxonalarda quyosh nuri yaxshi tushmaydi. Agar zarur bo'lsa, yoritish chiroqlarini qo'shing. Ayniqsa qish oylarida nuri bo'lmasa, o'sish sekinlashadi va sutlashadi. Beshinchi maslahat: sifatli plyonka ishlating. Oddiy plyonka bir mavsumga zo'rg'a chidasa, UV nurlarga chidamli plyonkalar 2-3 yil xizmat qiladi. Esingizda bo'lsin, issiqxonada ishlatiladigan har bir material sizga foyda yoki zarar keltiradi. Shu o'rinda bunday plyonkalarni qaydan topishimiz mumkin deydiganlar diqqatiga. Biz S+ 3.5 plyonkalarni tanlaymiz. Siz ham eng yaxshisini tanlang. Yuqori sifat. Mahsulotlarimiz zamonaviy texnologiyada ishlab chiqariladi. Har bir rulon sinovdan o'tgan. Quyosh nuriga chidamli, qattiq iqlim sharoitlarida ham o'z holatini yo'qotmaydi, uzoq muddat xizmat qiladi. Narxlari esa hamyonbop. Korxonamizda 1 metrdan boshlab 16 metrgacha bo'lgan, 10 mikrondan 300 mikrongacha bo'lgan oq va ko'k plyonkalar ishlab chiqariladi. Mahsulot sizni qiziqtirgan bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqing. Agar bu maslahatlar foydali bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ulashing. Agrofakt bilan foydali faktlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.